Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanimizdan Gazablok seximizdan Gazablok kanalimizga video joylayapmiz. Hammalarga xayrli kun. Kunlar xayrli, barakatli o'tsin. Mana 20 ga 30-60 bo'lgan razmerdagi gazabloklarimiz. Bunisi bugun chiqqan gazablogimiz. 3-4 kun avval chiqqan gazabloklar. Ozgina seximizda yangilik qilib ko'rdi. Mana alohida qilib bitta 550 markaga qo'yib ko'rdi. 550 markaga ateng ajratib qo'ydi. Qotishi zo'r, xudo xohlasa 550 markada qo'yishni rejalashtiryapmiz. Kimga gazablok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekran nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Hozir ichkarida quyilish jarayonini, tayyorlanish jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Mana ichkaridagi holat g'ish bo'lib chiqquncha ham ancha mashaqqati bor. Shuna qilib bittalab terib chiqiladi. G'ish bo'shatilyapti bu yoqda. Bu yoqdan qo'lib tayyorlab ketilyapti. Zagotovkalarni tayyor qilib shuna qilib tayyorlab chiqiladi bittalab. Ko'pchilik qanaqa tayyorladi deb so'rashadi. Zamaska qilib shuna tayyorlanadi. Hamma astoydil o'z ishi bilan band. Kimga gazablok kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran nomerlarimizni qoldiramiz. Bugun 26-aprel 2025-yil. Qandaydir maslahat kerak bo'lsa ham qo'limizdan kelgancha maslahat beramiz. Faqat kommentariyada javob bera olmasa, bunga sizlar ekranda nomerni qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Qo'limizdan kelgancha maslahat beramiz. Qo'limizdan kelgancha o'rgatamiz. Xohlovchilar bo'lsa, kelib 5-4 kun o'rganib ketsa ham bo'ladi bemalol. Qarshiligimiz yo'q. Xursand bo'lamiz, raqobat oshsa. Hammalarga kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar.